Xo'p, ekoni 3 xil yozibdi, ya'ni lowercase, uppercase, lowercase, keyin aralash. Bular uchalasi ham ishlaydi. Ya'ni uchalasi ham bizga chiqarib beradi. Sintaksisda ekonni ishlatishda harflar rol o'ynamayapti. Xo'p, yana ko'radigan bo'lsak, bu yerda o'sha o'zgaruvchi kiritib ko'ribdi. Biz ham buni o'zimizga kopyalab ko'raveramiz. Tak, bu yerda nima bo'lyapti? Bizda asosiy nuqta mana shu yerda bo'ladi hozir. Undefined variable color. Undefined variable color'i bunaqa yozilgani. Xo'p, nimaga bunaqa bo'ldi? Bizda o'zgaruvchi belgilandi va redga tenglandi stringda. Echoda har bittasiga o'sha o'zgaruvchini berdi. Hozir bizda echoda farqi bo'lmayapti. Echoni PHP sintaksisi farqi bo'lmayapti, lekin o'zgaruvchini farqi bo'lyapti. Ya'ni o'zgaruvchi ishlatganimizda bittasi katta bo'lib qolgani uchun yoki mana bu yoqda oxirgi 3 ta harfi katta bo'lib qolgan, bittaga ham ta'sir qiladi. Ya'ni hozir 3 ta bu ham xato. Ya'ni bitta harfi xato bo'lgani uchun bu o'zgaruvchini topolmayapti. Bu yoqdagi o'sha xatolikni ma'nosi undefined, ya'ni topa olmadi variable'ni. Agar mana shunday vaziyatlarda agar endi bu hozir oddiy xato, o'zi umuman xatolik bo'lsa, biz qayerdan qidirishimiz kerak? Bizda ma'lumot o'rnida stack overflow bor. Stack overflow mana shu deyarli barcha xatoliklarni yechimlarini kuchli dasturchilar tomonidan answerlar yozilgan har xil questionlarga, masalan mana bu yoqda yechimni shu yerdan qidirib ko'ramiz. Line 10 and 11 ga qara deyapti, ya'ni 10-11 ga qara deyapti. Hop, biz bu yoqda answersga tushamiz. This error message is meant to help PHP programmer spot type or mistake when action. Hop, bu xato o'sha PHP programmerlar tomonidan qachonki action variable bitta hozir bizga yozib ham ko'rsatgan bo'lish kerak, o'sha example topishimiz kerak. Mana bu yerda o'sha o'zlari yozib ko'rsatibdi, ya'ni tushuntiryapti bizga. Value o'zgaruvchi qilgan bo'sh oddiy pustoy stringda echoga xuddi bizdaqa colorni chiqargan. Mana tushunarli bo'lish uchun bularni olib tashlaymiz. Shunchaki buni chiqarsak bo'ladi. Masalan, buni olib, buni ham olaylik. Hozir errorlarimiz yomon bo'lib qoldi. Hop. Xuddi shunaqa mana bu no error, ya'ni bunda xatolik yo'q. Bunda xato bor. Bunda xatolik sababi variable name, ya'ni kutilgandek bo'lmayapti deb o'zlari tushuntiryapti. Stack overflow ishlatishni maslahat beraman. Biror bir errorlarda birinchi navbatda o'sha Google qilishcha Stack Overflow sirazi deyarli hamma errorda javob bor bunda. Xo'p, keyingisini ko'radigan bo'lsak, xo'p, comments debdi. Kommentlar haqida. Mana bu kommentlarda turlari, ya'ni biror bir so'zni boshiga, ya'ni PHP kodning ichida 3 xil komment yozib ko'rsatilgan. Buni ochib ko'ramiz. Bu uchalasini o'chirib turamiz. Xo'p, bittasi qolsin, ya'ni to'g'ri varianti, error buzib turmash kerak. Xo'p, ya'ni o'sha PHP kodni ochdi. Birinchi kommentimiz single line, ya'ni yolg'iz komment. Qanday bo'ladi? Bu o'sha biror bir masalan echo hello world, masalan el qatori yozamiz. Va buni boshiga ikkita slash teskarisini qo'yadigan bo'lsak, bizda bu chiqmaydi.